Qiziq. Nimaga aynan Minecraft o'yinga har xil realistik hayvonlarni emas, fantastik hayvonlarni qo'shgan ekan? Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Vlogsby. Bugun biz quyidagi savollarga javob topamiz va bugun men Team hamda ChatGPT bu savollarga o'z fikrlarini bildirishadi. ChatGPT fikr bildira olmaydi-ku. Shuning uchun undan taxminiy sabablarni so'radim. Qanunda biz birinchi o'rinda Team a'zolaridan so'raymiz. Yo, bolalar nima gap, tinchmisizlar o'tiribsizlar? Qaranglar, xullas gapiramay turinglar. Xullas hammalarga xos savol bor. Qanaqa savol? Nimaga aynan Minecraft o'yinga realistik hayvonlarni qo'shishni o'rniga fantastik hayvonlarni qo'shgan fikrlar bildirib o'tinglar. Zapisga tortdi, iloji bo'lsa ortiqcha narsalarsiz. Bitta gapiraverasizlar, Polo o'zingiz birinchi fikringizni bildiravering. Xo'p, nimaga realistik hayvonlar yo'q desa, men o'zim shaxsiy fikrim bu mana bu fantastik moblar, ya'ni hayvonlarni qo'shgan sababi juda ham katta ehtimol o'ylaymanki, menimcha bu ya'ni yoshlar o'tirsa ommada juda ham bir mashhur va o'ziga qiziqtirishi uchun shu narsa qilingan deb o'ylayman. Okey, variant bo'lishi mumkin. Crafter o'zingiz gapiraverasizmi keyingisiga? Mani fikrim o'sha zombi, creeper, yana wizard ham, dragon, xullas shunaqa narsalarda rang bor va u ranglar odamni qiziqtirib, ko'p yana yosh bolalarni ham, xullas ko'plarni qiziqtirishi mumkin. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, mani fikrim. Xo'p, yaxshi, bo'g'irchik Afrikada ekanlar. Nima, Nightboy mikrofon bormi? Gapira olasizmi? Mani o'ylashim bo'yicha Minecraftda auditoriyasi oldin faqat yosh bolalar bo'lgani uchun Notch, ya'ni Minecraft yaratgan odam, ya'ni Minecraft egasi shuni qaror qilgan, Minecraft kompaniyasi bilan birgalikda. Shunaqa qilishgan. Hozirgi kunda ko'pchilik o'ynaydi Minecraftni, даже yosh kattalar ham o'ynaydi. Lekin mani fikrimcha oldin Minecraft o'zi 2009-yilda chiqqan edi. O'sha payt Minecraftda auditoriyasi faqat yoshlar bo'lgani uchun shunaqa fantastik hayvonlar qo'shishgan Minecraftga. Okey, senku hammalarga rahmat, bo'lmasa men videoni olishga ketdim. Xush bolalar, ko'rib turganinglardek biz Team bir xil a'zolarni fikrlarini bilib oldik. Qolgan a'zolar ham Team o'zini chatida fikrlarini bildirishgan bo'ladi. Telegram kanalimga tashlayman, silka описаниеda bo'ladi. Va bolalar Team Discord serveriga qo'shilmoqchi bo'lsanglar yoki komandasiga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, uni ham men описаниеda qoldiraman. O'tib bemalol menejer yoki new era roldagilarga murojaat qilaverasizlar. Bo'lmasam men hosiliga ChatGPT o'zi fikr bildirgan, u bitta variant emas, o'zinglar bilasizlar 5 ta 6 ta variantlar ko'rsatib tashlaydi va men mana shu variantlarda hozirlarga o'qib ko'rsatib beraman. Xo'p, korotchi bolalar, bizda birinchi variantimiz shunday variant bo'ladi, ya'ni ChatGPT aytdiki, hammamiz bilamiz Minecraftda modlar bor va bu modlar yordamida biz ana shu realistik hayvonlarni qo'shsak bo'ladi. Ya'ni mana shu akula, jirafa yoki timsoh yoki shunga o'xshash hayvonlarni biz modlar orqali qursak, to'g'rirog'i topib yaratsak bo'ladi va u modlarni Minecraft hammamiz bilamiz marketplace ga joylashtirgan. Ya'ni Minecraft business, ya'ni o'ziga ko'proq pul kelish maqsadida, ya'ni doimiy pul kelish maqsadida mana shu marketplace da qoldirgan bularni. Qarorchi, bu bizani hozirgi birinchi variantimiz. Lekin agar u rostdan ham shunday qilgan bo'lsa, bu rostdan ham normalniy aqllilik bo'lar edi, chunki marketplace qoldirib o'ziga ham foyda. Agar siz Minecraftni yaratuvchisi, ya'ni Notch bo'lganingizda, Notchni o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lar edingiz? Hammamiz bilamiz Ender Dragonni va buni vazifasi o'yinni tugatishdan oldin o'ldiriladigan boss, ya'ni Wizardga o'xshagan, lekin
o'zinglar juda yaxshi bilasizlar Ender Dragon nimaga kerakligini. Faraz qilaylik, agar Ender Dragon ham fantastik hayvon albatta, buni o'rniga realistik hayvon qo'shilganda qaysi hayvonni qo'shishar edi? Shernimi? Yo'q, bu axir juda ham oddiy bo'lib qolardi yoki boshqa simulator o'yinlarga o'xshab qolardi. Sher boss bo'la olmaydi. Shuning uchun Ender Dragon qo'shilgan. Ya'ni men bu bilan nima demoqchiman? ChatGPT bizga bergan ikkinchi variantida shunday deyaptiki, har bir fantastik mobni o'ziga yarasha vazifasi bo'ladi va bu o'sha Ender Dragonning vazifasi. O'yinni oxirida yutish kerak bo'lgan mob, Iron Golemning vazifasi qishloqni himoya qilish, Wizard bu boss hayvon. Faraz qilaylik, agar rostdan ham Iron Golemning o'rniga qaysi hayvon bo'lar edi qishloq qo'riqchisi bo'lib? Kuchukmi? Yo'q, agar kuchuk bo'lganda ham bu unchalik qiziqarli bo'lmasdi, chunki zombilar bo'lmagan bo'lar edi. Agar fantastik narsalar qo'shilmaganda, unda u nimadan himoya qilardi? Albatta pillagerlardan, lekin pillagerlar ancha aqlliroq deb o'ylayman kuchuklardan. Shuning uchun Minecraftda bu moblar hayot zanjirini ushlab turibdi. Chunki agar Minecraftdan hozir Iron Golem olib tashlansa, uni o'rniga qaysi hayvon qo'yiladi yoki umuman qishloq yaxshi bo'lmaydi. Qishloqlarni zombilar bosib, zombi qishloq bo'ladi. Shuning uchun mana shu Iron Golemlar qo'shilgan va boshqa fantastik hayvonlar ham shu sabab qo'shilgan. Xo'sh bolalar, hozir o'zim asosiy deb bilgan ChatGPT fikrlarini o'zim sizlarga o'qib ko'rsatib berdim va ortiqcha fikrlar qolmadi. Bor, lekin ular o'ta ham nima desam bo'ladi, yaxshi emas, ya'ni ishonchli emas. Bu shunchaki oddiy va ikkinchi o'rindagi taxminlar bo'lgan bo'lar edi. Shuning uchun men sizlarga vaqtinglarni olmagan holda uni sizlarga o'qib ko'rsatib bermadim. Agar qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga o'tinglar, o'zim ashyoga tajab qo'ygan bo'laman. Va endi men o'zimning fikrimni bildiradigan bo'lsam, nimaga aynan Minecraft o'yinga realistik hayvonlarning o'rniga fantastik hayvonlarni qo'shgan? Birinchi o'rinda Minecraft o'zini shaxsiy hayvonlari bo'lishini xohlagan. Chunki akula, jirafa, pingvin yoki shunga o'xshagan hayvonlar har bir simulyator yoki Vyjivaniya o'yinlarida, ya'ni survival o'yinlarida ko'rsatilib, aks ettirilgan. Lekin Creeper, Wizard yoki shunga o'xshagan Iron Golem moblari, ya'ni hayvonlari esa boshqa o'yinlarda yo'q. Ya'ni u hayvonlar faqatgina Minecraftda bor xolos va bu Minecraftning ofitsialniy hayvonlari bo'lib qoladi. Albatta Minecraft o'zini ofitsialniy hayvonlari bo'lishini xohlagan. Shuning uchun u moblarni qo'shgan. Короче, bu meni fikrim bo'ladi va qolganlarning fikrini eshitdinglar. ChatGPT fikrlarini ham o'qib ko'rsatib berdim. Albatta sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Unda sizlar bilan keyingi videogacha, keyingi haftada ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga xayr.